Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana 40 ta to'g'limiz. Qo'chqor qo'shilganmi? Qo'chqorlar bor. 2 oylik 3 oylik homilador. Holatlari gap yo'q. Itlar ham bo'ladi. Mana bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Yaqinda o'zi tish buzishi ham mumkin. Qo'ylar yillari ham uzun, iti ham yaxshi, holati ham yaxshi. Katta hisor qo'ydan kam emas. Qo'y qiladiganlar bo'lsa, bemalol aloqa ko'rasiz. Mana qo'yimiz ham qo'y. Endi o'ta go'zal, o'ta go'zal. Buni manzilimiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Yettidom shaharchasining oldida. Qo'ylar ko'ryapsiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Boyovoy bari ham zo'r. Issiq hisori. Mana. Naviga qarang, sochlariga, bo'yni hamma joyi tilab ketgan. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxlarga keladigan bo'lsa, kelishtirib beriladi. Oladiganlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Soni 40 ta. Yana bir joyda 45 ta bor. Mana qo'ylarimiz. Yebichalar joyida, hamma joyida. Joyida mana qo'ylarimiz ketyapti. O'ta go'zal. Go'zal bir holatda. Qo'y qiladiganlar bo'lsa, maza qiladi. Bir joyda oladiganlar bo'lsa, yediki narxini 5 million baho qo'yishyapti, kelishtirib beradi. Endi bu anaqa to'g'rimas. Qo'ydi iti ham chot keladi buni. Simjo, hammasi simjo. Qo'ylar. Telegramda yozsangizlar, videosini YouTube'da uncha chiroyli chiqmaydi. Sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana. Ko'ryapsizlar. Biz shu ish bilan shug'ullanamiz. Kimga qo'chqor, urg'och, to'qli, sog'liq kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasiz. Eng yaxshisi arzoni bizda. Bemalol ko'rib bilib olishlaringiz mumkin. Manzilimiz qaytarib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Yettidom shaharchasi. Parvoz maktabida oldida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.